Gastroenterologiyada, ya'ni oshqozon-ichak sistemasi kasalliklarida UZI tekshiruvi alohida ahamiyatga ega hisoblanadi. Ya'ni biz bu tekshiruv orqali qorin bo'shlig'i a'zolaringizda, ya'ni jigar, o't qopi, oshqozon osti bezi, qora taloq, ichaklarda qanday o'zgarish kechayotganligini, ularda xavfli yomon sifatli hosilalar, kista, gemangioma yoki har xil sifatli o'sma holatlari bormi yoki yo'qmi, mana shularni bilish maqsadida, istisno qilish maqsadida bu tekshiruvga ehtiyoj sezamiz. Endilikda bizni klinikamizda ekspert klassdagi Chison apparatimiz bor. Hamma mana shu oshqozon-ichak sistemasidagi kasalliklarni, mana shu holatlarni bizga chiroyli snimkada, tiniq snimkada qilib chiqazib beradi. Bu apparatimizda aynan shu tekshiruvni o'tkazilishi siz uchun juda aniqlik bilan xulosa bera oladi. Ya'ni bu toshmi yoki polip? Mana shuni aniqlash imkoni ham mavjud. Chunki biz shunga qarab terapiyalar, ya'ni muolajalar olib boramiz. Ba'zi bir holatlarda qarshi ko'rsatmalar bo'lib qolmasligi uchun aniq diagnoz albatta davolashda o'zini beqiyos o'rniga ega. Ayniqsa jigar ichida mana shu portal vena qon aylanishi yaxshi kechyaptimi yoki yo'q, to'liq baho berish imkoniyatimiz mavjud. Bizning UZIS vrachimiz mana bir necha yillik tajribaga ega, aynan shu organlarni alohida e'tibor bilan tekshirib beradilar. Bu tekshiruvlarimiz hammasi och qoringa o'tkaziladi. Ayniqsa ertalabki soatlarda mana shu kabi tekshiruvlar o'tkazilishi bizga kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlarni bera oladi. Malakali UZI tekshiruvidan o'tish uchun bemalol bizga murojaat qilib kelishingiz mumkin. Klinikamiz hammangiz uchun qulay lokatsiyada joylashgan. Ya'ni shaharning markazida, Sebzor dahasida, G'ofur G'ulom metrosidan 2 daqiqalik yo'l.